Akalar bizni Kosonsoydan kuzatadi, qo'llab borlarmi? Bir poddeshka qo'yaringlar, qo'llab-quvvatlab. Doriz oladigan do'stlarga tashlab qo'ygan videolarimizni bormisizlar? Qachondan beri ko'rishmaymiz Kosonsoylik. Anchagina klientlarimiz bor edi-ya. Kosonsoyga razmer olishga chiqqanmiz. Mijozimizga qarab turibmiz kelishlarga. Stadionni yo'parasida turibman. Bulutga necha baho bulutga? Mashalloh. Kosonsoydan kuzatadiganlar borlarmi? Biz adresga qarab boshlab ketibdilar. Bu bola отделkachi ustalar, bu kishi Kosonsoydan. Keyin shu 5-6 yil ichida juda ko'p darvoza qildirib berganlar mahalla ko'ylarga, qarindosh urug' tanishlar-bilishlarga. Shunaqa ustalar ko'payishidan so'ng, Xudo xolasa biz ishonch oqlab, ishni chotga qilib beramiz, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu faqat razmeri eniga 2.70, balandligi 3.5 metrlik bo'ladigan bo'ldi. Undan ham balandroq, lekin shu 3.5 metr normal holatda bo'ladi. Bu kishi bizga ilgaridan zakaz olib berib turadigan ustamiz bo'ladilar. O'zi asli отделkachi bo'lasiz, siz? Fasad ishlaymiz. Necha yildan beri ishlaymiz? 8 yil bo'ldi. Xudo xolasa, kimga darvoza kerak bo'lsa, tavsiya qilganlar, Xudo xolasa xijolat qilinmagan-a? Bu kishi akalar bo'ladilar. Adresi o'zingizga точно tushuntirib berib-ey. Kosonsoy choragiga yetmasdan 100 metr. Center, ha? Dunyo magazini oldi. Dunyo magazini oldi. Bizni kuzatadigan bo'lsa, like-ni bosib qo'yasizlar, salomat bo'linglar.